Bugun men yirtim yoshdan oshgan, ayniqsa Atin 5 yosh atrofidagi barcha o'zbekistonliklar uchun juda muhim ogohlantirishni aytmoqchiman. Avgust oyidan boshlab bizda eng xavfli davr boshlanadi. Issiq havo, qon bosimining o'ynashi, yurak va qon tomir tizimiga tushadigan yuk, dorilarni noto'g'ri ichish, suvsizlanish va kutilmagan holatlar ko'payadi. Bu gaplar qo'rqitish uchun emas, hayotingizni saqlab qolish uchun aytilmoqda. Agar sizda yoki yaqinlaringizda qon bosimi, yurak, qandli diabet, buyrak ortiqcha vazn, xolesterin, insult yoki infarkt xavfi bo'lsa, bu videoni oxirigacha eshiting. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki men hozir oddiy, lekin juda muhim qoidalarni tushuntiraman. Bu ma'lumot sizga, ota-onangizga, turmush o'rtog'ingizga yoki qo'shningizga kerak bo'lishi mumkin. Avval qanday edi? Oldin ko'pchilik yozning issig'ini oddiy narsa deb qabul qilardi. Har yili issiq bo'ladi, chidab o'tamiz. Men qishloqda ishlagan odamman, menga hech narsa qilmaydi. Bir piyola choy ichsam hammasi joyiga tushadi degan gaplar ko'p aytilardi. Lekin hozir vaziyat o'zgargan. Birinchidan, oxirgi yillarda yoz oylarida, ayniqsa iyul oxiri va avgustda havo harorati uzoq vaqt yuqori bo'lib turadi. Ikkinchidan, yardim yoshdan keyin organizmning issiqqa moslashishi sekinlashadi. Uchinchidan, ko'pchilikda yashirin kasalliklar bor, qon bosimi bor, lekin o'lchamaydi. Qon ko'tarilgan, lekin bilmaydi. Xolesterin yuqori, lekin tekshirtirmagan. Yurakda muammo bor, lekin faqat og'riq kuchayganda shifokorga boradi. Men ekspert sifatida eng ko'p ko'radigan xato shuki, odamlar avgustdagi xavfni faqat quyosh urishi deb o'ylaydi. Aslida muammo bundan kengroq. Issiq havoda organizm o'zini sovutish uchun terlaydi. Ter bilan suv chiqadi, tuzlar chiqadi, qon quyuqlashadi, qon bosimi bir odamda ko'tariladi, boshqasida tushib ketadi. Yurak odatdagidan ko'proq ishlaydi. Agar tomirlarda xolesterin bo'lsa, qon aylanishi yomonlashadi. Agar odam kamsuv ichsa, quyuqlashgan qon tromb xavfini oshiradi. Agar u ustiga ustak qon bosim dorisin noto'g'ri ichsa. Masalan, bugun bosimim yaxshi ekan deb ichmasa yoki aksincha 2 marta ichib yuborsa, holat yanada og'irlashadi. Shu sababli avgust oyi girdim 35 yosh va undan katta odamlar uchun juda ehtiyotkorlik talab qiladigan davr. Bu faqat shaharda yashaydiganlarga emas, qishloqda dadalada ishlaydiganlarga ham, bozorda savdo qiladiganlarga ham, mashina haydovchilarga ham, uyda nevarasiga qaraydigan onaxonlarga ham tegishli. Avvalo kimlar alohida xavf guruhida ekanini aniq aytaman. Agar siz ko'tum yoshdan oshgan bo'lsangiz va sizda qon bosimi bir ko'tumga 90 dan yuqori chiqib tursa, bu ogohlantirish sizga to'g'ridan to'g'ri tegishli. Agar sizda qandli diabet bo'lsa, hatto qandingiz biroz ko'tariladi, xolos deb o'ylasangiz ham ehtiyot bo'lishingiz kerak. Agar sizda yurak tez urishi, ko'krakda siqilish, chap qo'lga tarqaladigan og'riq, nafas qisishi, oyoqlarda shish, bosh aylanishi bo'lsa, avgustda o'zingizni nazorat qilishingiz shart. Agar siz ortiqcha vaznga ega bo'lsangiz, ko'p terlasangiz, kechasi yaxshi uxlamasangiz, tamaki cheksangiz, spirtli ichimlik ichsangiz, xavf yanada oshadi. Men oddiy misol keltiraman. 22 yoshli erkak kishi bozorga ertalab chiqadi, lekin ish cho'zilib ketadi. Soat 11:00 dan 15:00 gacha quyosh ostida yuradi. U men odatlanganman deb suvoriga choy ichadi. Tushlikni kechiktiradi. Bosim dorisini esa uyda o'tadi. Kechga borib bosh og'riydi, ko'ngli ayniydi, ko'z oldi qorong'ilashadi. Uyga kelib bosimni o'lchasa 1,7 gul. Bu holatda odamlar ko'pincha qo'shnidan dori so'raydi. Mana shu eng katta xato. Chunki har bir bosim dorisi har kimga mos kelmaydi. Bir odamga yordam bergan dori boshqasida bosimni haddan tashqari tushirib yuborishi mumkin. Natijada yiqilish, hushdan ketish, insult xavfi paydo bo'ladi. Yana bir misol. 6 yoshli ayol qandli diabet bilan yuradi. U ro'zg'or ishlarini bajaradi. Ertalab nonushta qilmaydi. Sal keyin yeyman deydi. Issiqda terlaydi, suv kam ichadi. Lekin qand dorisini ichgan bo'ladi. Bir payt qo'li titraydi, sovuq ter bosadi, holsizlanadi. Odamlar buni issiq uribdi deb o'ylaydi. Aslida qand tushib ketgan bo'lishi mumkin. Qand tushishi ham, qand ko'tarilishi ham xavfli. Ayniqsa yoshi katta odamlarda alomatlar bir-biriga o'xshab ketadi. Bosh aylanishi, holsizlik, ko'ngil aynishi, ko'z tinishi. Shuning uchun uyda oddiy glyukometr bo'lsa juda foydali. 3-misol. G'aribek, yoshli taksi haydovchisi kun bo'yi konditsioner yo'qilgan mashinada yuradi. Tashqarida qartama daraja, mashina ichida 20-22 daraja. U bir necha marta issiqdan sovuqqa, sovuqdan issiqqa chiqadi. Kechga borib yuragi tez uradi.
bo'yin qotadi, boshi og'riydi. Bunday keskin harorat almashinuvi ham organizm uchun stress. Men konditsioner yoqmaslik kerak demayman. Aksincha issiqda salqin muhim, lekin harorat farqi juda katta bo'lmasin. Mashina yoki xona tashqaridan 8-10 darajadan ortiq sovuq bo'lsa, tomirlar keskin torayib kengayadi. Bu esa bosim o'ynashga olib keladi. Endi kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar siz girti yoshdan oshgan bo'lsangiz, lekin qon bosimingiz me'yorda, qandingiz me'yorda, yurakda shikoyat yo'q, badningiz nazoratda, muntazam yurib turasiz, suv ichasiz, shifokor ko'rigidan o'tib turasiz, sizda xavf pastroq. Lekin pastroq degani umuman xavf yo'q degani emas. Avgustda sog'lom odam ham suvsizlansa, quyoshda ko'p qolsa, spirtli ichimlik ichib issiqda yursa, og'ir ahvolga tushishi mumkin. Nimani bilish kerak? Birinchi qoida. Issiqda chanqashni kutib o'tirmaslik kerak. Chanqash bu organizm allaqachon suv so'rayotganining belgisi. Dirtun yoshdan keyin chanqash hissi ba'zan susayadi. Odam tanasi suvga muhtoj bo'lsa ham o'zi buni sezmasligi mumkin. Ayniqsa yoshi katta odamlar ko'p suv ichsam tez-tez hojatga boraman deb suvni kamaytiradi. Bu juda xavfli. Suv kam bo'lsa, qon quyuqlashadi, buyrakka yuk tushadi, bosim o'zgaradi, yurak qiynaladi. Ikkinchi qoida. Bosimni faqat yomon bo'lganda emas, oldindan o'lchash kerak. Men dardum yoshdan oshganlarga avgust oyida ertalab va kechqurun kamida bir martadan bosim o'lchashni tavsiya qilaman. Agar bosim odatda 1.20 ga taqdim bo'lsa, lekin avgustda 1.45 ga to'qqin chiqsa, bu tasodif deb qarab o'tib ketmang. 3-4 kun ketma-ket shunday bo'lsa, shifokorga murojaat qiling. Agar bosim 2.8 ga 1.10 yoki undan yuqori bo'lsa, ayniqsa ko'krak og'risa, qo'l oyoq uvishsa, nutq buzilsa, yuz qiyshagandek bo'lsa, darhol tez yordam chaqirish kerak. 3-qoida, issiqda og'ir ovqat, tuzli mahsulot, yog'li kabob, ko'p non, shirin ichimliklar, gazli ichimliklar bosim va qandga ta'sir qiladi. Masalan, odam tushlikda sho'r ovqat yeydi. Ustidan gazli shirin ichimlik ichadi. Keyin issiqda yuradi. Tuz organizmda suv ushlab qoladi. Bosim ko'tarilishi mumkin. Shirin ichimlik qonni tez oshiradi. Issiq esa yurakka yuk beradi. Bu uchalasi birlashsa xavf kuchayadi. Endi istisnolar ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar va tuzoqlar haqida gapiraman. Birinchi tuzoq. Bosim tushib ketmasin deb suv ichmaslik yoki tuzni ko'paytirish. Ba'zi odamlar issiqda bosim tushishini sezadi va demak, tuz yeyishim kerak deydi. Lekin bu hamma uchun to'g'ri emas. Agar sizda yurak yetishmovchiligi, buyrak muammosi yoki yuqori bosim bo'lsa, tuzni ko'paytirishish nafas qisishi va bosim oshishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun tuz bilan o'ynashmang. Eng to'g'ri yo'l. O'zingizning doimiy shifokoringiz bilan avgust uchun dori va suyuqlik rejimini kelishib oling. Ikkinchi tuzoq, siydik haydovchi dorilar. Qon bosimi bor odamlarning ayrimlari shifokor yozgan siydik haydovchi dori ichadi. Bu dorilar ayrim holatlarda juda kerak. Lekin issiqda odam ko'p terlaydi. Ustiga bu dori ham suyuqlik chiqaradi. Natijada suvsizlanish, kaliy va boshqa tuzlar kamayishi, yurak urishi buzilishi mumkin. Men bu dorilarni o'z boshimchalik bilan to'xtating demayman. Hech qachon shifokor yozgan dorini o'zingizcha bekor qilmang. Lekin avgust kelganda shifokorga, men issiqda ko'p terlayman. Bu dorini qanday ichaman? Dozani tekshirish kerakmi? deb albatta so'rang. 3-tuzoq, og'riq qoldiruvchi dorilar. Bel, tizza, bo'yin og'rig'i bilan 6 yoshdagilar ko'p dori ichadi. Ayrim og'riq qoldiruvchilar bosimni ko'tarishi, buyrakka zarar berishi yoki qonni suyultiruvchi dorilar bilan mos kelmasligi mumkin. Issiqda buyrak allaqachon zo'riqib turgan bo'ladi. Agar siz har kuni yoki tez-tez og'riq qoldiruvchi ichsangiz, albatta shifokor bilan maslahat qiling. Ayniqsa qandli diabet, buyrak muammosi, oshqozon yarasi yoki yurak kasalligi bo'lsa. 4-tuzoq. Men aspirin ichaman, menga tromb bo'lmaydi degan noto'g'ri ishonch. Aspirin yoki boshqa qonni suyultiruvchi dorilar faqat shifokor ko'rsatmasi bilan ichiladi. Ular hamma odamga profilaktika uchun kerak emas. Noto'g'ri ichilsa, oshqozondan qon ketishi, ko'karishlar, xavfli asoratlar bo'lishi mumkin. Issiqda qon quyuqlashadi deb hamma aspirin ichishi kerak degan fikr xato. 5-nozik jihat. Yoshi katta odamda insult alomatlari har doim ham kuchli bo'lmaydi. Ba'zan faqat gaplari chalkashadi. Bir qo'li kuchsizlanadi. Yuzining bir tomoni sal pastga tushadi, yurishi o'zgaradi. Oila a'zolari esa charchabdi, issiqdan bo'ldi, uxlab olsa o'tib ketadi deydi. Bu juda xavfli. Insultda vaqt eng muhim. Agar yuz qiyshayishi
bir qo'l yoki oyoqda kuchsizlik, nutq buzilishi, kuchli bosh og'rig'i, ko'rish buzilishi bo'lsa, kutmang, tez yordam chaqiring. 6-jihat, issiqda uyqu buzilishi ham bosimga ta'sir qiladi. Avgustda ko'p odamlar kechasi yaxshi uxlamaydi. Xona issiq, havodim odam tez-tez uyg'onadi. Uyqusizlik ertalab bosimni ko'tarishi, yurak urishini tezlatishi, qonni ham yomon nazorat qilishi mumkin. Shuning uchun salqin xona, yengil kechki ovqat, kechqurun kuchli choy va qahvani kamaytirish muhim. 7-jihat. Girtim yoshdan keyin men hali yoshman deyish ham xato. Hozir infarkt va insult faqat 70 yoshdagilarda emas. Girtim iqlim yoshli erkaklar va ayollarda ham uchraydi. Sababi stres, kam harakat, noto'g'ri ovqatlanish, chekish, semizlik, yuqori xolesterin, yashirin diabet. Issiq esa bu xavflarni yuzaga chiqaradigan omil bo'lib qoladi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, uyda bosim, o'lchagich bo'lsin. Agar imkon bo'lsa, qo'l bilagiga emas, yelkaga taqiladigan avtomatik apparat oling. O'lchashdan oldin 5 daqiqa tinch o'tiring. Choy ichib, zinadan chiqib, asabiylashib, darrov o'lchamang. Qo'l yurak balandligida bo'lsin. Natijani daftar yoki telefonga yozing. Sana, vaqt, bosim, puls, o'zingizni qanday his qilganingiz. Masalan, 2 avgust ertalab 8:2 puls 6, bosh og'riq bor. Shu yozuv shifokorga juda kerak bo'ladi. 2-qadam. Avgust boshlanishi bilan oilaviy shifokor yoki terapevtga boring. Ayniqsa sizda bosim, qand, yurak, buyrak, insult yoki infarkt tarixi bo'lsa, shifokorga ochiq ayting. Issiqda boshim aylanadi, kechqurun oyog'im shishadi. Bosimim ba'zan milliotun bo'ladi. Qandim ertalab tekis chiqyapti. Men falon dorilarni ichaman. O'zingiz ichayotgan hamma dorilar ro'yxatini olib boring. Faqat retseptdagi dorilar emas, qo'shimcha vitaminlar, og'riq qoldiruvchi, xalq taobati vositalari, damlamalar ham ro'yxatda bo'lsin. Chunki ba'zi damlamalar ham bosimga yoki dorilar ta'siriga aralashadi. 3-qadam, kerakli tekshiruvlarni rejalashtiring. Men girdim yoshdan oshgan odamlarga kamida qon bosim nazorati, umumiy qon tahlili, qand tahlili, xolesterin, kreatin yoki buyrak faoliyati ko'rsatkichlari, EKG tekshiruvini tavsiya qilaman. Agar shifokor kerak desa, yurak ultratovushi, Holter, qo'shimcha tahlillar ham qilinadi. Bu tekshiruvlar muammo chiqqandan keyin emas, oldini olish uchun kerak. 4-qadam, suv ichish rejimini tartibga soling. Agar shifokor sizga suyuqlikni cheklamagan bo'lsa, suvni kun davomida oz-ozdan iching. Bir martada 1 litr ichib yuborish shart emas. Ertalab uyg'onganda 1 stakan suv, ishga chiqishdan oldin yana biroz. Ko'cha chiqsangiz yo'lingizda suv bo'lsin. Choy, qahva, shirin gazli ichimlik suvning o'rnini to'liq bosmaydi. Ayniqsa shirin ichimliklar qonni oshirishi mumkin. Spirtli ichimlik esa issiqda juda xavfli. Suvsizlanishni kuchaytiradi, bosimni o'ynatadi, yurakka yuk beradi. 5-qadam, kun tartibini o'zgartiring. Eng issiq vaqtda, odatda soat 1:00 o'rin yetadigacha imkon qadar quyosh ostida yurmaslikka harakat qiling. Bozorga, poliklinikaga, hujjat ishlariga ertalab yoki kechroq boring. Dala ishlari bo'lsa tanaffus qiling, soyada o'tiring. Bosh kiyim kiying. Yengil, keng, och rangli kiyim tanlang. Men erkakman. Menga soyabon kerak emas degan gapni unuting. Sog'liq oldida uyat yo'q. 6-qadam, dorilarni tartib bilan iching. Shifokor yozgan bosim dorisini bugun yaxshi bo'lib qoldi deb tashlab ketmang. Bosim dorilarining ko'pi doimiy ichilganda tomirlarni himoya qiladi. Bir kun ichib, 2 kun ichmaslik bosimni o'ynatadi. Agar bosim haddan tashqari tushib ketayotgan bo'lsa, o'zingizcha dori to'xtatmang. Shifokorga murojaat qiling. Qand dorilarini ham ovqatlanish rejimi bilan moslashtirish kerak. Nonushta qilmay qand dorisi ichish ayrim holatlarda xavf tug'dirishi mumkin. 7-qadam. Uyda favqulodda papka tayyorlab qo'ying. Unda pasport nusxasi, tibbiy kartangizdan muhim ma'lumotlar, doimiy ichadigan dorilar ro'yxati, allergiyangiz bo'lsa yozuvi, yaqinlaringiz telefon raqami bo'lsin. Yoshi katta odam yolg'iz yashasa, qo'shni yoki farzandlari qaysi dorilarni ichishni bilsin. Telefoningizda tez yordam raqami va yaqinlaringiz raqami tez chaqiriladigan qilib saqlansin. 8-qadam. Xavfli belgilarni yodlab oling. Ko'krakda siqilish yoki yonish, og'riq chap qo'lga, jag'a yoki orqaga tarqashi, nafas qisishi, sovuq ter, kuchli holsizlik, yuz qiyshayshi, nutq buzilishi, bir qo'l yoki oyoq kuchsizlanishi, hushdan ketish, bosim bigiosaqtinga bigiondan yuqori bo'lishi, qand juda yuqori yoki juda past bo'lishi. Bular uyda kutib o'tiradigan holatlar emas.
Bunday paytda bir piyola choy ichirib ko'raylik emas, tez yordam kerak. 9-qadam ovqatni yengillashtiring. Avgustda sabzavot, suyuq ovqat me'yorida oqsil, kamroq tuz, kamroq yog'li ovqat foydaliroq. Nonni ham me'yorida yeyish kerak, ayniqsa qandli diabet bo'lsa. Kechqurun juda to'yib ovqatlanish uyquni buzadi va yurakka yuk beradi. Meva ham foydali, lekin qandli diabetda uzum, tarvuz, qovun kabi shirin mahsulotlarni me'yor bilan iste'mol qilish kerak. Meva-ku zarar qilmaydi degan fikr diabetda to'g'ri emas. 10-qadam. Harakatni to'xtatmang, lekin vaqtini to'g'ri tanlang. Ertalab salqin paytda 20-30 daqiqa yengil yurish ko'p odamga foydali. Lekin quyosh qizgan paytda tez yurish. Og'ir yuk ko'tarish, uzoq vaqt egilib ishlash xavfli. Agar yurishda ko'krak siqilsa yoki nafas yetmasa, bu oddiy charchoq bo'lmasligi mumkin. Shifokorga boring. Men bugun sizga avgust oyining eng muhim xavfini tushuntirdim. 65 yosh va undan katta o'zbekistonliklar uchun issiq havo oddiy noqulaylik emas. Yurak, qon bosimi, qand buyrak va miya qon aylanishi uchun jiddiy sinov. Yomon xabar shuki, bu xavf ko'pchilik o'ylagandan ancha katta. Yaxshi tomoni esa shundaki, ko'p muammolarning oldini olish mumkin. Bosimni o'lchash, suvni to'g'ri ichish, dorilarni tartib bilan qabul qilish, eng issiq paytda ko'chaga chiqmaslik. Shifokor bilan maslahatlashish va xavfli belgilarni vaqtida tanish. Agar sizda bo'lsin, qand, yurak yoki issiqda holsizlik bilan bog'liq tajriba bo'lsa, izohlarda yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda olishi mumkin. Videoni yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa ota-onangiz, aka-ukalaringiz, opa-singillaringiz 40 yoshdan oshgan bo'lsa. Like bosing, kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda sog'liq, pensiya yoshidagi odamlar uchun muhim ogohlantirishlar va kundalik hayotda kerak bo'ladigan amaliy maslahatlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.